Namanganda 38 yoshli erkak 7 yoshli qizni zo'rladi. Yon qo'shnimiz Qirg'izistonda 17 yoshli qiz zo'rlab o'ldirilganligi haqidagi xabar atrofidagi ajiotaj hali sovib ulgurmay, O'zbekistonda ham shunga o'xshash jinoyat sodir etilganligi xabari chiqyapti. Gap shundaki, bu ikki jinoyatchi ham avval 2 marta ayollarga tajovuz qilishda ayblanib, qamoqqa hukm qilingan. Namanganlik jinoyatchi jazo muddati yengillashtirilishi natijasida ozodlikka qo'yib yuborilgan. Albatta, mazkur hodisa va ayniqsa jinoyatchiga yengillik berilib, ozod qilib yuborilganligi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Endi O'zbekistondagi boshqa bir holatga nazar tashlasak, odamlarni Allohning pok dini asosida hayot kechirishga da'vat qilib, jamiyatni bunday illatlardan tozalamoqchi bo'layotgan musulmonlar hali ham rejim tomonidan qattiq ta'qib ostiga olinib, xuddi ashaddiy jinoyatchilardek muomala qilinyapti. Xususan, avvalda Robbim Alloh degani uchungina 20 yillab zax qamoqlarda o'tirib chiqqan sobiq siyosiy mahbuslarning bir guruhi yana uzoq yillarga qamoqqa hukm qilindi. Demak, hukumat nazarida zo'rlash kabi jirkanch jinoyatni sodir qilganlardan ko'ra islom bilan hayot kechirishga da'vat qilganlar jamiyat uchun xavfliroq hisoblanar ekan. Demak, kapitalistik demokratiya tuzumida jamiyat uchun eng xavfli shaxs bu islom va uning ahkomlarini hayotda tatbiq qilinishini xohlagan inson ekanda. Shuningdek, mazkur jinoyatning borgan sari ko'payib borayotgani jinoyat uchun faqat jazoni kuchaytirish bilan muammoni hal etib bo'lmasligini aniq ravshan ko'rsatmoqda. Gap yana aylanib islomning jamiyatimizdan yiroqlashtirilayotganligiga borib taqaladi. Hali bu yoqqa yuguryapti, hali bu ishni qilib qo'yapti, hazil qilib qo'yapti, kulib qo'yapti. Shuning uchun yosh bolalarimizni uylarda ushlaylik azizlar. Chunki yosh avlodni islomni o'qib o'rganish, iymon, e'tiqod asosida tarbiya topishdan mahrum qilinayotganligi ortidan odamlarda Allohdan qo'rqish hissi zaiflashib borib, jamiyatda bu kabi illatlarning urchishiga hayron qolmasa ham bo'laveradi. Darhaqiqat, jamiyatimizning hozirgi holatiga qarasak, ayanchli manzaraga guvoh bo'lamiz. Hukumat jinoyatchilikka qarshi kurashaman deb islomdan boshqa har qanday manbaga murojaat qilmoqda. Islomga chaqirayotganlarni esa qattiq ta'qibga olib, hatto uzoq yillarga qamoqda. Shundan keyin ham o'zbek rejimining jinoyatchilikka qarshi kurashib, jamiyatni har xil jinoiy illatlardan tozalashda astoydil ekanligiga ishonish mumkinmi?